Короче, jangchilar kelavering. Xorazmda turistik zona bor. Hozir men boshda ko'rsatdim. Mana. Arda muzeyi bu yerda. Tomosha qilishga yaxshi-da, mana oila bilan keladi, kimdir qayerga bora aylangani u yoq bu yoq deydi-ku o'sha uchun. Mana bu yerda mana nimalari bor, mana turistik kuxnyasi bor, mana ovqatlanadigan, turk taomlarini yaxshi ko'raman deydi-ku, shunaqalar. Mana bu yerda suvlar bor. Ilhom aka kelavering. Mana bu yerda mana suvlari bor, bu yerda mana nimalari bor. Mana Arda klubi bor ekan. Vaqtga qarang. Ana shu. Bu yerda Arda klubi, mana bu tomonlarda ham aylanadigan, o'tiradigan, dam oladigan joylari bor. Xullas zo'r joy, oila bilan keladigan. U tomonda akvaparklari bor, cho'milib dam oladigan joylari bor. Shunaqa kelib dam olish tavsiya beraman sizlarga.